davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Assalomu alaykum, hurmatli Surpriz guruhimiz a'zolari, hurmatli muxlislar, qadrbaland qadrdonlarim, musofirdagi do'stlarimiz. Mana bugun Saidaxon onamizning tavallud ayyomlari, shukrona kunlari ila farzandlari nomidan, qadrdon yaqinlari nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Shavkat akamiz bilan teng qartayishib, baxtliqlar, cho'lliqlar, yotliqlar suyib, nabiralarida to'ylarida o'zlari birgalikda boshi qosh bo'lib yurmakni Allohning o'zi nasib ro'zi qilsin. Hoji ota, hoji ona bo'lib yurmaklikni nasib ro'zi qilsin. Hammangizga ro'za-oy Ramazon oyi muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo dargohida qabul etsin. Savoblaridan bahramand etsin. Tabriklaymiz onajonimizni yana bir bora. Uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha, onani ta'rifi-yu mehri boshqacha, to'lsa hamki 90-100 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Doim bu onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha.